Assalomu alaykum hammaga. Bola ishlarni ham boshlab oldik. Nijniy горение 10 kilovatlik ko'rinishda ishga tuzilishi. Holatda ularni yuzlik bo'ladi. Ularning yana mana shu holatda klassniylari водяной. Eng kichkina 10 kilovatli nijniy горение ko'taramiz. To'liq 100 kvadratda bemalol isitib beriladi. Mana shu eshik tuzilishi. Bundan tashqari bizda bunkerli ko'tarilgan verxniy горение ko'tarlar ham ishlab chiqaramiz. Xolasanglar kassetali varianti, xolasanglar turbali varianti. Uchala tur kotyolimizga ham 4 yil garantiya beramiz. Verxniy горение deganlarga verxniy, nijniy hammasidan xudo xolasa bor. Ishlab chiqaruvchi birinchi qo'ygan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyatga xudo xolasa tekin dastavkamiz. Nijniy goreniyamizni ko'pchilik qiziqib klassniki водяной buni shlay qo'qish yoki bir tosh tushib qolsa qanaqa bo'ladi deyishgan ekan. Bunga mana shlak yoki bir ko'mir sifatsiz bo'lsa yoki bir ko'proq tosh ko'proq bo'lib toshlar tushib qoladigan bo'lsa, mana shu oldiga tashlab beradi. Shu list ustiga tashlab beradi, bag'da keyin горение bo'laveradi. Xullas bemalol do'stlar ham g'aladoni bor buni. G'aladonini ham qo'yib beramiz komplektida. KPDsi xudo xolasa zo'r. Eng ekonomik bo'lgan ko'tarlarimizdan biri mana shu nijniy горение. 10 kilovatdan 50 kilovatgacha yasab beraveramiz. Kimga shunaqa aqlli ko'tarlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.